Captiva bilan urilgan Spark avtomobili akalar. Bunaqa urish uchun necha tezlikda bo'lish kerak? Kommentariyada izohlab qoldiringlar akalar. Buni udarini qaranglar. Captiva to'r mana shu Sparkimiz orqasidan kirib ketgan ekan. Orqa kirlovlarni g'ijim qilib tashagan, tog'oralarigacha, даже orqa eshiklar g'ijim bo'lib yotibdi. Menimcha Spark eng baquvvat mashinalar hisoblansa kerak. Buni suyagi juda ham qattiq bo'ladi akalar. Salon holatini ko'ringlar, buni salon holatini airbaglari o'tib yorgan va bu tomoni bilan borib bordyorga borib urilgan ekan akalar. Orqasidan Captiva urgan, tasavvur qilinglar, Spark borib bordyorga tekkan akalar. Xullas, motor korobkasi but-butun ekan. Egalari Toshkent viloyatidan murojaat qilishdi akalar. Oldi kirli bilan oldi eshigi but-butun akalar. Mashina juda ham chiroyli bo'lgan ekan. Egalari minib yurishgan, lekin svetofordan, chorrahadan mana shu holat yuzaga kelgan ekan akalar. Egalar Instagram profili orqali bizga murojaat qilishdi. Shunaqa urilgan Sparkimiz bor, sotib olamiz deyshti. Borib ko'rib sotib oldik akalar. Xullas butun O'zbekiston bo'ylab shunaqa urilgan, pachoqlangan mashinalar olamiz. Bemalol murojaat qilasizlar. Pastda telefon nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Udariga baho beringlar, kommentariyada qoldiringlar. Captiva necha tezlikda urgan bo'lishi mumkin. Joninglar sog' bo'lsin, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.